Bugun 2026-yil 3-iyul kuni Toshkent viloyati Ohangaron tumanidagi Ivalak degan bir qishlog'imizga shu yerga bir bug'doy ekkanmiz. Bu lalmi joylar, bu joylar lalmi joylar, endi mana soy joylariga artizan urib odamlar suv chiqarib olgan. Aslida lalmi joylar. Bu yerga to'g'ridan-to'g'ri ekish texnologiyasini qo'llagan holda mana yer haydamasdan to'g'ridan-to'g'ri 100 kilo 110 kilodan 28-yanvar kuni xudo xolasa mana shu yerga qayroqda shunaqa bug'doyni ekkanmiz. Xudo xolasa o'rim jarayoniga kelganmiz. Mana bug'doylarni ko'rishlaringiz mumkin. O'rim jarayoniga kelganmiz. Chamay-chut hozir 30-32 sentrdan bug'doy olyapmiz. Top-toza bug'doy, xudo xolasa. Alloh barakasini bersin. Texnologiya juda o'zini ishini beryapti. Xudo xolasa mana shu Toshkent viloyatlari, Qashqadaryoda ham xudo xolasa 30 sentrdan oldik. Xudo xolasa yomon bermayapti. Alloh barakasini bersin. Kuzatishda davom etingizlar.